Servisda ishlarimiz davom etadi. Xudo xolisa Hyundai Solaris. Hop, mashina umuman yurmay qo'ygan. Start-stopga ham reagировать qilmayapti. Kapotini ochib endi tekshiramiz. Olmay haqida ko'rsa, negativlar deb qo'ying. Xudo xolisa. Mashinada chek yo'q. Chek yonmayapti. Значит, qaysidir предохранитель urgan. Bu kapotini ochish ancha muammo bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Tros qotib qolibdi. Ko'ramiz предохранительlarni. Hop, предохранительlarni tekshirishni boshladik. Hop, предохранитель tekshirganimizda mana pitание bor, pitание yo'q. Bu предохранитель injektorga javob beradi. Injektor plus pitanyesiga mana 1 2 3 4-inchisi mana. Injektor 15 amper. Hop. Bu nima deyapti? Bu degani mashinaga gaz установка qilingan. Hop, gaz установка qilinganda bilasizlar, gazni farsunkasini injektori impulsidan olib ketiladi. Tak, shu проводкаlarni tekshiramiz. Mana проводкаlarning ahvoli. Qaysidir kabel ochilib qolgan. Xullas shu zamykание qilyapti. Bu предохранитель faqat farsunkaga javob beradi, lekin chek yonmayapti. Chek lampochkasi kuygan bo'lishi ham mumkin. Tekshiramiz. Предохранитель yangisini qo'ydik. Bu yonidagi diagnostika, ya'ni to есть chekka javob beradigan предохранитель yo'q. Bunga предохранитель qo'yamiz. Nega ko'z bilan ko'ramiz, chek yo'q. Lekin mashina yurdi. Bo'lsa qaytib kelamiz. Assalomu alaykum. Ha? Yaxshimisiz? Bo'lsa qaytib kelamiz. Nima? Aliment? Endi ko'ramiz. Mashina zamykание qiladimi, qilmaydimi, ozgina yurgizib tekshirib ko'ramiz, xudo xolisa. Sizlar videoga like, kanalga podpiskani bosib o'raverasizlar. Aytganimda Solarisda chek lampochkasi kuygan ekanda. Xudo xolisa mana mashinamiz qolgan ishlari bitdi. Zamykание farsunkani plus питаниесida zamykание ekan. Cho'tki qilib yopib qo'ydik. Провоdalarni endi yopib beramiz. Ijani qilib. Mashinamiz ham tayyor. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosishdan esdan chiqmasin.